Bu ko'ylagimizni oldini ko'rsataman hozir. Mana ko'ylagimiz mana qafolatda keldi mana. Uyindan va ichkari kirdi. 1 sm buklovda chizib kesib oldik. Bunaqasida esa 2 sm bo'ladi. Endi esa bu yerga 2 sm-lik uzun plankani bunday o'lchab va chiqamiz. Bir-biriga o'tadigan knopkalik fason, to'nika fason bo'ladi. Endi bu yerdan ham 1,5 sm-dan o'lchab kesib olamiz. Bu yerdan o'lchab 1,5 sm kesib oldik. Chunki bu yerdan mana bunday qilib 2 sm-lik plankani ulab, 2 sm plankani ulab chiqamiz old tomoniga. Mana bu esa orqa tomoni. Bu ko'ylagimizni orqa tomoni bu ham xuddi oldindek bichib taxlab olingan andozalar yordamida. Endi oldin tomoniga etak kengligiga 40 sm bergandik. Endi esa orqa tomoniga esa 3,8 beramiz. Mana 3,8 sm berganmiz orqa etakning kengligiga. Bu ham shunday andozalarni qo'yib olganmiz. Mana bellarni taxlab olib, bunga ham 3 sm-dan tekshak bilan chiqib, mana shuni chizib taxlab olganman. Belga ham kirib, keyin esa etakka chiqib ketganman. Bu ham andozalarga o'xshab, mana tayyor, orqasi ham tayyor. Mana bu esa yengimiz. O'sha ko'ylagimizni yengi bu. E'tiborli bo'lamiz, hurmatli qizlarjonlar. Qo'pollik matoni bichadigan bo'lsangiz, mana bu yerdagi pastki naqshlari, mana ko'ylagingizni yengini uchiga, etagingizni pastiga va shimni pastiga mana shu naqshni tushirishingiz kerak. Yengini uchiga ham shu naqsh bo'lishi kerak, etaklariga ham va o'sha tikadigan shimingizni pastiga ham mana shu naqshni tushirib, ko'ylakni bichib olishingiz kerak. Bu yengimiz ham tayyor, andozaga chizib qo'yilgan. Mana bu yetmaganligi sababli mana bu joyda ulaymiz yengni, ozgina ulaymiz. Ulagan joyingiz ham mana shu yengni orqa tomoni bo'lishi kerak. Oldi tomoniga yengni ulamaysiz. Chunki tikkan chokingiz ko'rinib, bilinib turadi ulangan joyi. Shu sababli orqa tomoniga